Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi katyollarni sayyor bo'lmoqda mana. Bu katyolimiz Vostoklavalda katyolimiz 4 litserdan bo'ldi. Bu katyollarımızın bir zapravkasiga her doim aytganimizdek 40 kg, 60 kg atrofida ko'mir sig'adi. 1 kunlik rasxotdan shu atrofda bo'ladi. Bu degani kundan bir marta, 1,5 marta zapravka etasiz. Bu katyollarimiz 300 kvadrat xonadonga bemalol qo'yaverasiz. 10 batareya bo'lsa ham, 15 batareya bo'lsa ham bemalol qizdiradi. Navbatdagi katyolimiz 20 kW. Her daim sat turgan 20 kW klassik katyolumuz bu. Bu degani hech qanday qiyinchilik yo'q sizda. Bemalol shu ko'mirni solasiz, ko'mirni sog'gandan keyin tepadan yonadi, tepadan yonib tasga tushadi, balandga chiqadi, 4 fotolar aylanib chiqib ketadi. Navbatdagi katyolumuz 20 kW dan zapravka joyi ulqatilgan. 20 kW plus deb aytamiz buni. Bu katyolumuzning zapravka joyi 40 kg atrofida ko'mir sig'adi. Orqasida 4 ta foto bo'ladi. Aylanib chiqqanning hisobına 40 kutu bo'ladi. Ya'ni katyolumuz kam rasxotga ishlaydi degani bu. Bu degani. Navbatdagi katyolumuz ham Vostoklavalda katyolumuz 3'lük listen bo'ldi. 3'lük bilan 4'lük listin bahasında 1 milyon so'm farq etadi Vostoklavalda katyollarimizda. 20 kW'larda 8 milyon so'm farq etadi. 20 kW katyollarimiz hozirgi kunda 8,5 milyon so'm. 20 kW kilosimiz 9 milyon so'm, Vostoklavalda 4'lüğümüz 11 milyon so'm. Bu katyolumuz 10,5 milyon so'm bo'ldi. Navbatdagi katyollarimiz bu tip bilan qilingan Vostoklavalda katyollar. Bular bari hammasi bu yoqdagi katyollarning hammasi maktablarga beriladi. Bu katyollarımızın qiziq joyi bilan bemalol ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatib. Katyollarni pasporti bilan beramiz. Qaysi viloyatdan bo'lsangiz ham zakaz bersangiz, buyurtma qilsangiz, kelsak, shartnoma qilsak, tender orqali katyollarimizni o'rnatib beramiz barini. Har xil turdagi katyollar ishlab chiqarilmoqda. Bular 30 kW, bular 50 kW. Navbatdagi katyollarimiz teplitsalarga mana. Bu katyolumuzun alt tarafından ko'rsatib o'tirmaylik, arka tarafından ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu mening bo'yimni ko'rsatishni mendan har doim balandam. 1,5 gektar teplitsaga 2 ta katyol tengina qo'yiladi. Qiziqsangiz ulardan o'rnatgandan keyin olib ko'rsat desangiz ko'rsatamiz, eshik bilan barini ko'ramiz. Bu katyollarimiz iç tarafı 4'lük, 5'lik listerden bo'ldi, iç tarafı, sırf tarafı 4'lük listerden bo'ldi. Bu katyollarımızın yan taraflarına joylariga bunker qo'yiladi, bunkerlariga 1 tonna yuk atrofida ko'mir sig'adi. Bunun eng afzalligi bu katyolumuzning ikkita gayrekada yanadi. Ikkita gayrekada yanganning hisobini eshikni juda kuchli bo'lishi kerak, xudo xolasa. Bunda shunday katyollar qiziq bo'lsa, gaz katyollar, ko'mir katyollar, mana katyollardan ko'rsatib. Navbatdagi 20 kW katyolimiz 4'lük listen qilingan, zakazga ishlandi buyurtmaga. 4 ta kitobi bo'ladi ichida, o'tibdan qilinmagan varianti bu. Bu katyolumuzun avtomat bo'lganning sababidan bu joydan haraka kiradi, gaylakada yanadi bu joyda. Gaylakning ichida yanadi bu joyda. Motori, ventilyatori, miyasi bo'ladi komplektada, polni otobdan o'lasangiz bo'lgani ishlab ketaveradi. Bu katyollarımızın narxlari hozirgi kunda 14 milyon so'm. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bu katyollarımızın tayyorlari ham bor sotuvda. Her xil turdagi katyollarni ishlab turibmiz. Navbatlarimizdan barroq ozroq telefon qilsangiz sharoitingizga qarab ishlab beramiz. Kimga shunday katyollar qiziq bo'lsa bizning manzil Amudaryo tumani Mang'ish shahri kichik sanoat zonasida videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa bizga like bosib qo'ying, tushunmagan savollarni so'z izohlarda qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.